Qanday qilib iftorlik dasturxoningiz uchun oddiy mahsulotlardan ham gemoglobin ham immunitetni ko'taradigan mazali salat tayyorlashni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Ishimizni qaynatilgan lavlagilarni qirg'ichdan chiqarishdan boshlab, birin-ketin yong'oq, sarimsoq, piyozni ham qirg'ichning mayda tishidan chiqarib olamiz. Ko'katlarni ham mayda qilib to'g'rab, tabga ko'ra tuz, smetana yoki mayonez, agar buni ham xohlamasangiz, zaytun yog'i solib aralashtirib, dasturxonga chiroyli qilib tortiq qilishingiz mumkin. Ham vaqtingizni, ham naqdingizni tejaydigan ushbu vitaminlarga boy salatni bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Sizga albatta yoqadi. Ko'zingizni yayratsin, ishtahangizni o'ynatsin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.